O'zbekistondagi barcha agentliklar viza bilan shug'ullanadigan, viza olgan insonlar yoki viza olish kerak bo'lgan insonlarga murojaat. Assalomu alaykum. Talib Xardon po faktu gapirgan. Publikatsiya bo'ladi. Обязательно agentliklar viza bilan shug'ullanadi va viza olgan va viza olish kerak bo'lganlar oxirgacha ko'ringlar. Обязательно. Olib kel, Damir. Po faktu hammasi realnimi? Realni. Dadaxon nima demoqchi edingiz? Ana men ham sizlarga o'xshagan ikkilanib turgandim. Mana rizqimiz bor ekan, kelib qo'shildik. Murojaat qilinglar. Xo'p, agentliklar deganimda, sizlar sababchi bo'lgan agentliklar, mana biz yaqinlar bilan olgan, sizlar sababchi bo'lgan vizalar bo'lsa, o'sha odamni, o'sha insonni jo'natsanglar, sizlarni aeroportdan mana shu transferan bo'lsa, transferigacha sizlarni reklama qilib beraman. Sizni agentligingizni reklama qilib beraman. Pulga ham sotib olamiz, jonli bo'ladi. Uni ko'rib maza qilasiz. Siz sababchi bo'lgan insonlarning vizasi chiqqan, xuddi shunaqa hozir Talipov deyapti-ku litish. Sizni aytadi. Siz zo'risiz, chempionsiz, agentlik foydalanib qoling. Bunaqa reklamani pulga ham sota olamiz. Endi o'zi harakat qilib viza olganlar. Значит, qancha odam sarson bo'lyapti, kira olmayapti, ishga joylashib keyin murojaat qilyapti. Uni foydasi yo'q. Значит, siz yaxshilab o'ylab, mana shu videolarni ko'rib murojaat qiling. Sizdan bir sim kerak emas. Agentlik sizdan ham bir sim kerak emas. Foydalanib qolinglar. Bu 3 oy, 4 oyli narsa. Biz ham sekin-sekin vizaga o'tamiz. O'sha рабочий viza qilamiz. Bizdan vizalar endi 3 oy, 4 oydan keyin vizalarimiz chiqadi. Значит, hozir paka shu 3-4 oy ichida mana shu holatlar bo'lsa foydalanib qolinglar. Mana natijalar, nastroy zo'rmi? Zo'r. Endi bu gapiraveradi, Talib gapiraveradi deganga bu kamlik qilsa, mana bu transferi bugun shanba, mana bu hozir tarix bo'ladi. Biron marta bunaqasini ko'rmagansizlar, bundan keyin ham ko'rmaysizlar. Olib keladi. Mana bu transferning главный ofisi. Olib keladi. Mana bunaqasini ko'rmagansizlar va bundan keyin ko'rmasanglar ham kerak. Ko'chadagi odamlarga kamlik qilsa, natijalar kamlik qilsa, hop, istasangiz mashit o'tirib bo'lib qolaman. Istasangiz. Istasangiz mana shu yerda o'tirib bo'lib qolaman. Olib kelmanglar, kompyuterlar ham yo'q. Mana transferi. Istagan joyingizda bo'lib qolamiz. Men nima demoqchiman? Foydalanib qolinglar. Paki imkoniyat bor. To'g'ri. Hozir Perigon viza bilan shug'ullanib yurganman, juda qiyin. Ko'pchilikga bermayapti. Xo'p, turizmlar qiyin bo'lib ketgan. Hammasi qiyin hozir, oson emas. Endi